Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Men dermatolog Ahmedov Rahmatullo Rustamovich, 5 yillik tajribaga ega dermatologman. Bugun sizlar bilan yuzida ugrisi bor insonlar amal qilishi shart bo'lgan 5 ta tavsiya haqida gaplashib chiqaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Azizlar, ko'pchilik meni podpiskasiz ko'rar ekan. Albatta podpisatsiya bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Demak, agar tayyor bo'lsangiz boshladik. Birinchi tavsiyam bu ugrilarni hech qachon qismang. Ko'pchilik bemorlarimiz yuzida ugri chiqqanda birdaniga uni qisishga harakat qilishadi. Agar ugrini siz qissangiz, sizda demak ugridan keyin giperpigment dog' qolishi mumkin, chuqurcha qolishi mumkin yoki agar noto'g'ri qisib qo'ysangiz agar o'sha joyda shish hosil bo'lishi mumkin. Bu 3 ta katta muammo hisoblanadi. Birinchisi bu giperpigment dog', ya'ni ugri qisgandan keyin o'sha joyda ketmaydigan, ya'ni keyin ketishi qiyin bo'lgan dog' qolib ketadi. Bu dog'ni ketkazishga sizga ancha pul ketadi. Eng yomoni bu chuqurcha qolishi. Agar chuqurcha qolsa agar u narsani, chuqurchalarni krem bilan to'g'irlab bo'lmaydi. Chuqurchalarni faqat maxsus apparatlar bor, mikroigor shtrif, lazer shlifovka kabi apparatlar bor. O'shalar bilan keyinchalik tekislasangiz bo'ladi. Bu ham sizga anchagina qimmatga tushadi. Qimmat ham qancha? To'liq davolanishga bir $500 atrofida kamida ketishi mumkin. Endi bu chuqurchalaringizni darajasiga qarab. Uchinchisi bu asorati, ya'ni noto'g'ri agar qisib qo'ysangiz, o'sha joyda shish hosil bo'lishi mumkin. Va o'sha yering to'g'ridan to'g'ri agar треугольник bor sohani qissangiz agar to'g'ridan to'g'ri miyaga borib tromb hosil qilishi mumkin va o'lim holatiga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun birinchi qiladigan tavsiyam bu ugrini hech qachon qismang. Ikkinchi tavsiyam bu yuzingizga har xil kremlar yoki maskalarni sinov tariqasida surtmang. Ko'pchiligimiz hozir internetda ko'rishimiz mumkin. Har xil life hacklar bor yoki ba'zi bir vrachlarimiz bor, kosmetologlarimiz bor. Yuzga mana bunaqa narsalarni aralashtirib surting va yuzingizda tiniqlash holati bo'ladi deb aytishadi. Ularning ko'pchiligi prosmotr yig'ish uchun hisoblanadi. Siz agar ularni qilsangiz agar yuzingizda ugrilaringiz ko'payishi mumkin yoki dog' hosil bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa teringiz kuyib qolishi mumkin. Bizga mana shunaqa asoratlar bilan juda ham ko'plab murojaat qilib kelishadi. O'shaning uchun tavsiyam bunaqa narsalarni qilmang. Tasavvur qiling, masalan, sizning mashinangiz bor, chiroyli qimmat mashinangiz bor va o'sha mashinangizga biron xil toshmami, dog'mi, biron narsa tushib qoldi. Siz uni to'g'irlashga internetdan olib har xil krem narsalarni, har xil narsani surtmaysiz-ku. Siz birinchi borib o'sha ustosiga, kuzovchiga borib uni to'g'irlashga harakat qilasiz. Yuzingizda ham shunaqa narsa. Bu zapchast emas. Agar sizga biron xil asorat qolib ketsa agar, yuzingizni operatsiya qilib yoki boshqa narsa qilib almashtira olmaysiz. Shu bilan qolib ketishi mumkin. O'shaning uchun har xil eksperimentlar qilib yuzingizga har xil narsalarni surtmang. Uchinchi tavsiyam bu ovqatlanish rejimingizga e'tibor bering. Ko'pchiligimiz hozir tez ovqatlanishga o'rganib qolganmiz, ya'ni fast foodlar iste'mol qilamiz, gazli ichimliklar iste'mol qilamiz, juda ham ko'plab shirinliklar yeymiz. Bunaqa narsalar hammasi tarkibida yuqori glikemik indeks bo'lib, ya'ni tarkibida shakar miqdori ko'p bo'lib, tez uglevodlar bo'lib, bular hammasi to'g'ridan to'g'ri yog' bezlariga ta'sir qiladi va shuni hisobga yog' bezlari yanada aktiv ishlashni boshlaydi va ugri chiqishi yanada ko'payadi. O'shaning uchun agar sizda ugri bo'layotgan bo'lsa, ovqatlanishingizni ham to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Mana shuni o'zida ham ugrilaringiz nisbatan kamayishni boshlaydi. Endi faqat ovqatlanish to'g'irlab ugrini ketkazib bo'lmaydi. Bu yerda kompleksni lecheniya qilish kerak, ya'ni ichkaridan hamda tashqi tomondan. Lekin ovqatlanishingizni birinchi o'rinda baribir to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi tavsiyam bu stress va asabiylikdan saqlanish. Chunki agar biz stress qilgan vaqtimizda organizmda kortizol gormoni ishlab chiqaradi. Kortizol gormoni esa ham yog' bezlarini aktivlashga yordam beradi. Bu ham ugrilaringiz ko'payishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari uyquni ham to'g'irlash kerak bo'ladi. Agar sizda uyqu sifati yaxshi bo'lmasa, ya'ni siz juda ham kech uxlasangiz agar, bu ham ugrini ko'payishiga sababchi bo'ladi. Ba'zilar aytishadiki, men bir kunda 7-8 soat uxlayman. Soat nechida uxlaysiz deganimda, soat 3 da uxlab yoki 4 da uxlab, obedlarga turaman deydi. Bu noto'g'ri. Aslida biz ham o'z vaqtida uxlashimiz kerak. Uyqu vaqti ham bizda to'g'ri bo'lishi kerak. Soat 11 larga qarab biz uxlashimiz kerak va uxlashdan oldin biz 1 soat telefonga qaramasligimiz kerak bo'ladi. Chunki telefondagi o'sha nur ham bizning uyqumizni sifatini buzilishiga ta'sir qiladi. Nima uchun erta uxlash kerak? Chunki organizmda ma'lum bir gormonlar bor, ular ma'lum bir soatlarda ishlab chiqaradi. Agar siz o'z vaqtida uxlamasangiz agar, kech uxlasangiz agar, masalan, melatonin gormoni o'rniga kortizol gormoni ko'proq ishlab chiqaradi. U ham gormon stressi hisoblanadi. U ham ugrilarning ko'payishiga qisman ta'sir qiladi. 5-chi eng muhim tavsiyam bu siz dermatologga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Sizda ugrining 1-chi darajasi bo'ladimi, 2-chimi, 3-chimi, 4-chi darajasi bo'lsa ham albatta vrach dermatologga murojaat qiling. O'z boshimchalik bilan lecheniya qilmang, chunki asoratlari qolib ketsa, keyin uni davolash qiyin bo'ladi. Vrach dermatolog sizga shu qisqa muddatlarda sizga kerakli bo'lgan tavsiyalarni beradi va shunga qarab siz lecheniyalarni qilasiz. Ko'pchilik o'ylaydi, lecheniyaga ancha pul ketadi deb. Aslida unaqa emas. Og'ir holatlarda bir oyga shu 600 ming, 700 ming atrofida pul ketishi mumkin.
Bu ham olib qarasangizlar qimmat emas. Men ugri, ya'ni husnbuzar kasalligini ko'proq davolaganligim uchun ko'plab bemorlarga shu kasallik bo'yicha YouTube'da, Instagram, Telegramlarda ko'plab tavsiyalarni berib boraman. Hozirgi kunga 5000 dan ortiq insonlarni bu kasallikdan qutulishiga yordam berganman. Natijalarimni Telegram, Instagram profillarimda ko'rishingiz mumkin yoki mana shu YouTube kanalimda ham videolar bor, ya'ni video case'lar bor. Shu bemorlar haqida gapirib o'tganman, og'ir holatlar bo'yicha qanaqa davolaganligim bo'yicha o'shalarni ham ko'rishingiz mumkin. Agar sizda ham yoki tanishlaringizda ham mana shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, menga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'pchilik so'raydi, qanday qilib siz bilan bog'lansak bo'ladi deb. Quyidagi raqamlar orqali men administratorlariga bog'lansangiz bo'ladi. Yoki mana shu nomerimda ham Telegram bor, mana shu orqali ham menga yozsangiz bo'ladi. Men o'zim Samarqand shahridagi Royal Med klinikasida ishlayman. Agar Samarqandga kela olmayotgan bo'lsangiz, sharoitingiz bo'lmasa agar, Telegram orqali ham murojaat qilsangiz bo'ladi. Buning uchun Telegramdan rasmlaringizni va yuz holatini tashlaysiz. Men shunga qarab sizga tashxis qo'yib beraman. Ya'ni ugri kasalligini hozirgi vaqtda onlayn ham davolasa ham bo'ladi. Etap-etap lecheniya qilinadi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang va обязательно подписаться bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.